Hozirgi kunda yurtimizda aholining tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash, joylarda fuqarolarning o'z hududini obodonlashtirishga faol jalb etilishi yo'lida tashabbusli byudjet dasturi keng ko'lamda amalga oshirilmoqda. Shu jumladan Toshkent viloyati Ohangaron tumani Qiziloy mahalla fuqarolar yig'ini hududidagi Urg'ozsoy qishlog'i aholisi tashabbusli byudjet dasturining birinchi mavsumida g'olib bo'ldi. Navbatdagi lavhamiz shu haqida. Loyiha doirasida 1 milliard 500 million so'm miqdoridagi mablag' ajratilgan edi. Ushbu mablag' evaziga mahallaning 39-sonli umumta'lim maktabi hududida zamonaviy mini futbol stadioni, bolalar o'yingohi hamda ochiq sport maydoni qurilib foydalanishga topshirildi. Bugun yurtimizda keng ko'lamli islohotlar olib borilmoqda. Shu jumladan Ohangaron tumani Qiziloy MFI'da ham xuddi shunday islohotlardan bittasi amalga oshdi desak ham bo'ladi. 2025-yil birinchi mavsumda o'pin byudjetda g'alaba qozondik. Mana ko'rib turganingizdek, bunday islohotlardan bittasi bizning mahallamizda ham bo'ldi. Zamonaviy stadion qurildi. O'pin byudjet orqasidan bolalar maydonchasi, varkot maydonchasi. Endi o'ylaymanki, mana shu zamonaviy stadiondan ajoyib sportsmen yoshlarimiz chiqadi, chempionlarimiz chiqadi. Xuddi mana Abduqodir Husanovdek bundan keyin yanada yaxshi ishlar amalga oshiramiz. Bundanda katta natijalarga erishishga va'da beramiz. Mazkur inshootlarning ochilish marosimida tuman hokimligi vakillari, sektor rahbarlari, mahalla faollari, yoshlar, o'qituvchilar va keng jamoatchilik ishtirok etdi. Tadbir davomida bolalar yangi maydonchada futbol o'ynab, o'z mahoratlarini sinab ko'rishdi. Quvonch, shodlik va g'ururga to'la bu lahzalar aholining o'z tashabbusi bilan qilingan mehnat samarasini ifoda etadi. Bugun mahallamiz uchun juda ham tarixiy kunlardan biri. Ko'rib turganingizdek, hashamatli mahallamiz ko'rkiga yanada chiroy bag'ishlab turgan mini stadionimiz va qarshingizdagi bolalar maydonchasi. Bu kunlarga yetishimizning o'zi bo'lgani yo'q. Mini stadion qurilmasdan avval maktab o'quvchilarimiz ham bu yerda voleybol maydonchasi bor edi va o'rtasida faqatgina bittagina to'r joylashgan va yeri yozda chang, qishda tizzagacha loy bo'lib yotardi. Mana endi ko'rib turibsiz, maktabimiz hududida joylashgan ushbu zamonaviy mini stadionimizda maktab o'quvchilarimiz ham bemalol shug'ullana olishadi. Kelajakda mashhur futbolchilar, O'zbekiston jahonga tanitadigan futbolchilar bizni mahallamizdan chiqsa ajabmas. Mahalla aholisi tomonidan ilgari surilgan ushbu tashabbus bugun butun jamoa uchun faxrli g'alaba va hamjihatlik timsoliga aylandi. Yangi sport maydonchasi yoshlarning sog'lom turmush tarzini shakllantirish, bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazish va sport bilan muntazam shug'ullanishlari uchun muhim imkoniyat yaratadi.